Deksametazon qabul qildim. Birdan jon kirib ketdi. Tanishing, O'zbekistonda eng ko'p qabul qilinadigan mo'jiza dorilardan biri. Ammo bu mo'jiza emas, garmon hisoblanadi va u bilan o'ynashib bo'lmaydi. Deksametazon aslida nima? Bu kuchli yallig'lanishga qarshi va immun tizimni bosuvchi dori hisoblanadi. Reanimatsiyada, og'ir allergiyada, astma xurujida jon saqlab qolish mumkin. Lekin uni shamollashda qabul qilish to'g'ri emas. Allergiyani har safar bosish uchun qabul qilish ham to'g'ri emas, bu xavfli. Har ehtimolga qarshi degan fikr bilan qabul qilish katta xato. Nimalarga olib keladi? Ichki garmonlar buziladi, yuzda shish, semirishga olib keladi, immunitet uxlab qoladi, virusga ochiq eshik bo'ladi. Qandli diabet, suyaklarning mo'rtlashuvi kelib chiqadi. Dori to'xtatilganda organizm qattiq stressga tushadi. Xulosa qilib aytganda, deksametazon shifokor yozsa hayot saqlab qoladi, o'z boshimchalik bilan ichilsa sog'liqni asta-sekin yemiradi. Mo'jizaviy natija emas, vaqtinchalik niqob hisoblanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.